Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir obyektimizni topshirdik, ishimizni yakunladik. Andijon viloyati Buloqboshi tumani Shahduz qishlog'iga qo'ygan ishimiz Dub Mokko Akfa alyumin Mokko suvetda bo'lgan ishimiz. Oynalari yo'diy bir qavat. Kechasi ham endi bir syomka qilib qo'yardik. Xo'p, bu yerga 4 ta oraliqqa teras olib kelib qo'yib berganmiz. Oraliqlari 220 atrofida, hammasi 3 ta oralig'i. Rossiya vason qilib 4 ko'z qilib bittadan ochilish qilib berdik Bespramuga. Eshigimiz eni 210 bo'lgan, bo'yi 240 bo'lgan, o'rtadan bir xil qanot qilib berdik. Taglariga alkafon solib, akfani argidan uchkasidan qo'yib berganmiz. Zamonlardan yopilishlari xudo xolasa ko'ngildagidek chiqdi. Ichkarisiga 30 lik podagonlik qo'yib berganmiz. Bu zazovlari ham xudo xolasa chiroyli chiqdi. Mana bunaqa katta bo'lgan, zazovlari ham chotki. Chiroyli olingan, hamma oradan ochilish qilib berganmiz. Akfa Plus asan ruchkalaridan qo'yib. Hop, obunachilar buni narxlariga keladigan bo'lsak, bu yerda 18 kvadrat atrofida terrasamiz bor. Bo'ylari 163 bo'lgan. O'sha 10 million 300 ga bo'ldi. Kvadrat 580 mingdan to'g'ri keldi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Nomerlarimiz 99 lik 909 95 91. Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Rahmat, hammalarga sog' bo'linglar.